Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat kuni do'zaxdan bir bo'yin chiqadi. Ya'ni bir uzun bo'yin chiqadi. Uni ko'radigan ikki ko'zi, eshitadigan ikki quloqi va gapiradigan tili bo'ladi. Va mana shu bo'yin aytadi. Mahsharda sizda jahannamdan chiqqan bo'yin turib aytadiki, men 3 kishiga biriktirildim. Ya'ni 3 kishini olib tushib ketaman jahannamga deydi. Hali hisob kitob bo'lmasdan turib. Savobi, gunohi tortilmasdan turib, insonlar kitoblari bilan turganda 3 xil odamni hisob kitobsiz olib ketaman dedi. Xuddi 70 mingta payg'ambarimizning ummatidan hisob kitob jamiga kirib ketgandek, bular hisobsiz do'zaxga kirib ketadi. Bikulli jabbarin ali. Har qanday jabr qiluvchi va o'jar bo'lgan kimsaga, odamlarga zulm qilgan, jabr qilgan, Allohning oyatlariga itoat qilishidan o'jarlik qilgan. Ikkinchisi, Allohdan boshqani iloh qilgan kishiga, mushriklarga. Alloh taoloning o'ziga xos bo'lgan ishda boshqalarni Allohga sherik qilganlarni olib tushib ketadi. Uchinchisi, musavvirlarga. Hadislarda o'qiganmiz, mana ko'pchiligimizga ma'lum, qo'li bilan jomig' narsani suratini chizgan kishiga qiyomat kunida tiriltirib uni deydi. Qil berib qo'yiladi, 40 ga bo'l deyiladi. Fotografiya bunga kirmaydi birodarlar. Qo'li bilan chizganga kiradi. Shuning uchun bir paytlar uyga chiqar naqshlar, rasmlar chizishlik bir urf bo'lib ketgan. Dinimizdan ancha bexabar bo'lgan bir davrlarda shu narsa chiziladi. Agar shu narsalar bo'lsa, shu narsani tezroq yo'q qilaylik uyimizdan.